Bugun sizlar bilan uy sharoitida manti tayyorlaymiz. Tayyormisiz? Unda boshladik. Manti uchun qo'y go'shtidan qiyma tayyorlaymiz. Xohishingizga qarab piyov to'g'raymiz va qiyma go'sht bilan piyozni aralashtiramiz, ziravorlardan murch qo'shamiz. Asosiy ishimiz xamir uchun un olamiz va unni elaymiz. Yaxshilab elagandan keyin unga tuz solamiz. Keyin esa suv solib xamir qilamiz. Xamir tayyor bo'lgach yoki daqiqa dam beramiz. Xamir dam olgach xamirni yoyamiz. Doira yoki to'rt burchak shaklda kesib olamiz. Kesgan xamirlarga qiymani solamiz. Didizga qarab keyinchalik xamir atrofini yaxshilab bukib chiqamiz, havo kirmaydigan darajada. Tayyor bo'lgach mani qozonga joylab chiqamiz va o'rta olovda 25 yoki 30 daqiqa kutamiz. Qarabsizki manti tayyor. Yoqimli ishtaha osh bosin.